Bilim va innovatsiyalar taraqqiyotning eng muhim omiliga aylangan bir davrda yoshlarning ilmga, o'z ustida ishlashga va zamonaviy ko'nikmalarni egallashga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda Ipoteka banki va Asnova kasbiy rivojlanish platformasi hamkorligida amalga oshirilayotgan bilimxona loyihasi doirasida Parkent tumanining Kumushkon mahallasida yangi elektron kutubxona, bilimxona markazi o'z faoliyatini boshladi. Ipoteka banki очень важно поддерживать. Ipoteka banki uchun O'zbekistonda ijtimoiy loyihalarni qo'llab-quvvatlash juda muhimdir. Biz bejizga o'z ijtimoiy loyihalarimiz uchun yoshlar va ta'limga oid mavzuni tanlaganimiz yo'q. Chunki biz ishonamizki, yoshlarning ta'lim olishi va rivojlanishi har qanday davlatning muvaffaqiyati va taraqqiyotining kafolatidir. Shu sababli bugun biz Parkentda yangi kutubxona ochayotganimizdan mamnunmiz. Bu safar bu alohida bino bo'lib, undan butun tuman aholisi foydalanishi mumkin. Parkentdagi kutubxona birinchisi emas. Biz bunday kutubxonalarni turli viloyatlarda bir nechtasini ochganmiz. Bungacha biz kutubxonani Nukus shahrida ochgan edik. Undan avval esa Jizzax viloyatida. Bu loyiha endilikda Ipoteka banki faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Biz deyarli har oyda qayerdadir yangi kutubxona ochishda davom etmoqdamiz. Rejamizda deyarli barcha hududlar bor. Ehtimol keyingi oyda Toshkentda navbatdagi kutubxonani ochamiz. Kutubxonalardan tashqari bizning tibbiyot sohasida ham yirik yo'nalishimiz mavjud. Bilasiz, biz O'zbekistondagi tez yordam xizmatini qo'llab-quvvatlab 10 ta avtomobil ajratganmiz. Shu sababli bu faqat boshlanishi deb hisoblamaymiz. Biz uchun bu juda muhim strategik yo'nalishdir. Большое стратегическое направление. Mazkur loyiha O'zbekistonning turli hududlarida yoshlarning raqamli va kasbiy salohiyatini oshirish, ularga zamonaviy ta'lim muhitida o'qish, o'z qiziqishlari va iste'dodlarini rivojlantirish imkonini berishni maqsad qiladi. Yangi bilimxona markazida o'quvchilar, talabalar va yosh mutaxassislar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Qulay o'quv xonalari, yuqori tezlikdagi internet, raqamli texnik vositalar hamda zamonaviy ta'lim platformasiga kirish imkoniyati mavjud. Har bir foydalanuvchi bilimxona tizimidan bepul foydalanib, o'zi tanlagan yo'nalish bo'yicha o'qish, malakasini oshirish hamda o'quv kurslarini muvaffaqiyatli yakunlagach, maxsus sertifikat olish huquqiga ega bo'ladi. Tumanimiz hokimligi, viloyat hokimligi va Ipoteka banki homiyligida bizga yoshlarimizga kutubxona ochildi. Bu kutubxonamizda 1800 ta badiiy adabiyotlardan tashqari elektron kutubxonamiz tashkil qilingan. U yerda yoshlarimiz nafaqat elektron kutubxonadan foydalanish, badiiy adabiyotlar, yangiliklardan foydalaniladi. Bundan tashqari Ipoteka bankini o'zining rasmiy sayti orqali yoshlarimiz dasturlash haqida ma'lumotlar olishi mumkin. O'zining bosqichma-bosqich modullari yaratilgan. Modullaridan har bir o'quvchi yoshlarimiz, mahalla yoshlarimiz o'zini shaxsiy akkaunt orqali kelib, har bir modullarni alohida ko'rib chiqib, bu orqali zamon bilan hamnafas o'z bilimlarini oshirib bormoqda. Bizning qishlog'imizda Parkent tumanida yagona bo'lgan elektron kutubxona ochildi. Bu biz yoshlar uchun qandaydir ma'noda bir juda katta foyda olib keldi. Hozir mana kutubxonada topilmaydigan kitoblarni internet orqali topish ham rivojlantirib berildi. Shaxsan o'zim ham darsdan tashqari, kursdan tashqari bo'sh vaqtlarimni shu yoqqa sarflashga qaror qildim. Hozirda bilimxona platformasidan 2700 dan ortiq foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. Ular orasida talaba va o'quvchilardan tortib o'z kasbini o'zgartirish yoki yangi yo'nalishda rivojlanishni istayotgan mutaxassislargacha bor. Platforma foydalanuvchilarga eng ommabop va istiqbolli sohalarda 20 dan ortiq o'quv kurslarini taqdim etadi. Jumladan sun'iy intellekt va generativ texnologiyalar, dizayn va raqamli vositalar, marketing, inson resurslarini boshqarish ko'nikmalari bo'yicha darslar tashkil etildi.